Mana bu bargis o'ti. Zubturum deyishadi mana. Mana bargi. Bu esa urug'lari. Mana. Urug'i. Mana shuni urug'larini olamiz. Zubturum haqida juda ko'p foydali ma'lumotlar beraman hali. Videoning ikkinchi qismini ko'ring, shunda o'zingiz guvoh bo'lasiz. Urug'larni bahorda ekamiz. Juda ham foydali o'simlik. Alloh bizga bergan yana bir ne'matlardan biri. Bu esa rayhon ana, gullab yotibdi. Tayyor buni ham hosili, rayhonning ham hosili. Rayhon zorim haqida ham ko'p ma'lumotlar beraman. Mana bitta rayhonni o'zi bir qichoq. Voy, qichoqlagingiz keladi. Mana bir qichoq bitta rayhon o'zi. Mana bu rayhon zorim. Hosil. Bularning hosili tayyor bo'lgan, rayhonlarning hosilini olamiz.